Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar romani haqida bokito ber. Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar romani o'zbek adabiyotining eng mashhur va ta'sirli asarlaridan biridir. Asar 1986-yil, 1991-yillarda yozilgan bo'lib, ilk bor 1993-yilda e'lon qilingan. Roman uchun yozuvchi Qodiriy nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Roman o'zbek xalqining og'ir hayoti, qishloq mehnati, Sovet davridagi zulm va paxta siyosatini badiiy tasvirlaydi. Asar markazida bosh qahramon Dehqonqul obrazi turadi. U oddiy mehnatkash dehqon bo'lib, umrini dala va paxtaga bag'ishlaydi. Lekin u ishlayotgan tuzum inson qadrini emas, faqat mehnatni qadrlaydi. Adabiyotshunoslar bu romanni o'zbek milliy adabiyotidagi muhim asarlardan biri deb hisoblashadi. Chunki unda oddiy xalqning dardi, ruhiy kechinmalari juda ta'sirli tasvirlangan.